Assalomu alaykum. Maxsus yopiq video darsga xush kelibsiz. Ushbu video dars orqali hozir quyidagidek videolarni oddiy telefon yordamida sun'iy intellekt orqali tayyorlashni o'rganamiz. Ushbu videolarni tayyorlash uchun bizga telefonda ikkita dastur kerak bo'ladi. Birinchisi Leonardo AI, ikkinchisi Runway degan. Ushbu dasturlarni istasangiz kompyuterda veb-sayt, ya'ni sayt orqali kirib ham foydalanishingiz mumkin yoki telefoningizdan dasturini yuklab foydalanishingiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda Leonardo AI dasturiga kirib olamiz. Dasturiga kirganimizdan xuddi shunaqa oyna chiqadi va u yerda birinchi akkauntga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, bizga birinchi o'ringa BMW Samarqandda degan rasm kerak bo'ladi. Buning uchun men quyidagicha prompt yozdim va ushbu rasmni chiqarib berdi. Siz istagan fantaziyangizga mos rasmlar qilishingiz mumkin. Masalan, men quyidagicha rasmlar ham qilganman. Ya'ni shu Leonardo AI dasturida tayyorlanganman shu rasmlarni. Hop, demak, ushbu rasmimizni yuklab olamiz va keyin Runway ilovamizga o'tamiz. 3 xil generatsiya qiladigan opsiyasi ko'rsatadi o'zi. Shundan biz birinchisini tanlab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni yangi detallar qo'shishimiz yoki harakatga keltirishimiz uchun. Birinchisini bosamiz va biz boya Leonardo AI dasturidan tayyorlab olgan rasmimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Yuklaymiz va unga endi prompt yozamiz. Promptni ingliz tilida yozsangiz ancha yaxshiroq bo'ladi. O'zbek tilida katta ehtimol bilan chiqarib bermaydi. Agar momoda prompt yozishga qiynalsangiz, ChatGPT dasturiga kirib, o'z miyangizdagi tasavvuringizni o'zbekchaga yozib, shuni ingliz tilidagi prompt qilib yozib ber, Runway uchun desangiz, ingliz tiliga tayyorlab beradi. Qisqaroq qilib yozaman. Let the car drift and keep moving. Ya'ni mashina drift qilsin va joyidan qo'zg'alsin deb yozdim. Ozgina kutib turamiz. Va mana natija. Ko'rib turganingizdek, videoni boshida ko'rsatgan natijam kelib chiqdi. Shuning bilan ushbu qisqa video darsligimiz tugadi. Ko'rib turganingizdek, biz oddiy telefondagi ikkita dastur yordamida quyidagidek videolar tayyorlashni o'rgandik. Ya'ni siz istagan fantaziyangizga mos videolar tayyorlashingiz mumkin. Va bu videolarni tayyorlab berish orqali, ya'ni shunaqa xizmatni yo'lga qo'yib daromad ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundanda qiziqroq video darsliklarni ko'rish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang, ya'ni Telegram sahifamga va Instagram sahifamga va YouTube'imga ham. Xayr, salomat bo'ling.